100 yillik marafon. Āptورى Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 9-bob. 2049-yili Xitoy belgilagan dunyo tartibi. Tala mushugi bo'lib, uy mushugini qo'g'lab chiqarmoq. 36 tadbirdan. 3-qism. Rak kesili. Xitoyning zavodlarga yaqin yerga joylashgan rak kesili kentlarining soni orqali Xitoydagi havo va suv bulg'inishi keltirib chiqargan insoniy badallarni ko'rib yetishdagi birinchi qo'l manbadir. Bu turdagi zavodlar axlatlarni, zaharlik ximiyaviy moddalarni va boshqa ishlatkili bo'lmaydigan materiallarni daryoga tashlash orqali yovvoyi hayvonlarni o'ldirib, suvni bulg'aydi. Qushlarni balay ofatga uchirtidi. Hatto o'lishini keltirib chiqardi. Buning asosli sababi Xitoyning belgilama o'lchamlari sanoatlashgan davlatlardan jiq to'van. Xitoyning faqat 40% atrofidagi qoida tuzumlarla xalqaro o'lchamga uyg'un. Xitoyning yaqinqi necha 10 yil mobaynida paydo qilgan rak kasaliga giribdor bo'lganlarning soni butun dunyodagi rak kasaliga giribdor bo'lganlarninkidan ko'p. Ziyon faqat Xitoydagi daryolar va yezi qishloqlarning bulg'inishi bilanla cheklanib qolmaydi. Rak kasali navbatda Beijing aholisining o'limidagi birinchi nomerliq sabab. Yuqori darajadagi muhit bulg'inishi bo'lsa, o'limdagi asosli sabab hisoblanadi. Xitoydagi rak kasali nisbati texicha Amerikaninkidan to'van. Biroq Xitoy agar navbatdagi yo'lini davomlashtirsa, bu xil holatni uzun davomlashtira olmasligi aniq. Xitoy doimla taraqqiy qilgan davlatlarning sanoatlashayotgan davrda muhit bulg'inishi mavjud ekanligini doim tilga oladi. Biroq Xitoy bu jihatda ikki xil nuqtada bu davlatlardan farqlanadi. Birinchisi, Xitoyning sanoat inqilobining ko'lami ularga nisbatan cho'ng. Shu vajidan Xitoyning sanoat bulg'inishidan kelib chiqayotgan amaliy ziyon va yuz berishi mumkin bo'lgan ziyonning misli ko'rilib boqmagan. Xitoy yaqin kelgusida dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy kuch bo'ladi. Buningga masalda ko'mirni yiqilg'i qilish, zaharlik ximiyaviy moddalar va boshqa bulg'ug'uvchi moddalarga bo'lgan ehtiyoji Xitoy tilga ilayotgan, taraqqiy qilayotgan davlatlarning sanoatlashish davridagiga qaraganda yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, Xitoyning tez suratda taraqqiy qilishi sabablik rak kasaliga giribdor bo'lgan va boshqa shaklda ziyonga uchirgan kishilarning manfaatiga vakillik qiladigan kuchlik va harakatchan jamiyat kamchil. Rak kasali kentida yashayotgan yo'ldishi va bolasidan ayrilib qolgan bir Xitoy ayol, "Men ehtiyojli bo'lgan narsa sop havodan nafaslanish, pokiz suv ichish va bulg'anmagan tuproq. Biroq bu bak cho'ng talab hisoblanadi" degan. Senator Sherrod Brownning tushuntirishicha, Xitoyda masalalarni ommaning oldiga ilib chiqadigan erkin axborotchilik yo'q. Haqiqatan o'ttirga chiqqan taqdirdami uzun muddat o'zini qo'g'dashni davomlashtira oladigan xalq tashkilotidagi mustaqil jamiyatlar yo'q. Xitoyning xalqaroliq savdosining eshishiga ergishib, Xitoyning yezig eglik mahsulotlari va yemakliklarini pishiqlab ishlash amaliyotimi xalqaroda texmi cho'ng aks ta'sir paydo qildi.
Mahsulot miqdorini yuqori ko'tarish uchun xatarlik yoki ishiltish cheklangan hasharot o'ldirish dorilarini ishlatish, hayvonotlarning va beliq turdagi mahsulotlarning o'sishi uchun ishonchsiz antibiotiklarni va hormonlarni qo'llanish, yerim pishiqlab ishlangan mahsulotlarning bozor tepishi uchun cherishga qarshi dorilarni ishiltish qatorliqlar Xitoyning texmi razil qilmishlari jumlasidandir. Bu xil qilmishlar Xitoyning yemaklik turidagi mollarining Sharqiy Osiyo, Yevropa ittifoqi, Yaponiya va Amerika qatorliq davlatlarda sotilishini cheklashiga sabab bo'lgan. Aldamchilarning yengishi Xitoy davlat egiligidagi korxonalarni erkiga qo'yib berdi. Soda va sodadagi yuksalish jihatda Amerika Xitoyga uttirmoqda. Buning sababi to'limi oddiy bo'lib, u bo'lsa-mu Xitoyning aldamchilik qilishidir. Xitoy texnologiya o'g'irladi. Monopollikni oshirdi, tangsiz holda o'zining davlat egiligidagi korxonalarni chet elning raqobatidan saqlab qoldi. Necha 10 yillardan buyon Xitoy zamonaviy davlatlarning chegara hal qilgan davlatlar asoslangan soda prinsiplariga xiloflik qildi. Xitoy o'z prinsipiga rioya qiladi. Xitoyning amaliy kuchining eshishiga ergishib, ko'plagan davlatlar Xitoy qo'ygan mazkur prinsiplarga amal qilishga majbur bo'ladi. Xitoyning muvaffaqiyatli holda kuchishidagi yadrolik omil qonunsiz vositalar orqali chet elning ilm-fanini va texnologiyasini qo'lga tushirishdir. Xitoy 10 mingdan 50 minggacha odam ishlaydigan dangliq markadagi mahsulotlarga o'xshatib, saxta mol ishlab chiqarish korxonalarini qurgan. Xitoyning davlat sanoati siyosiy nishoni aqliy mulkni o'g'irlashga rag'batlantirishda o'z ifodasini topgan bo'lib, Xitoyning ko'plagan soda korxonalari va davlat egiligidagi korxonalar bu qilmish bilan shug'ullanadi. Xitoyning aqliy mulkni o'g'irlash qilmishi to'limi kengri tarqalgan bo'lib, bu shu darajaga yetganki, chet elning bir yumshoq detal shirkati Xitoyda bir sistemani sotgan. Natijada bu sistemani yangilash talabidan 3 mingni topshirib olgan. Bu shirkat aslida yangilash iltimosidan birini topshirib olsa to'g'ri bo'ladi. Xitoy aqliy mulkni o'g'irlashning oldingi sepida mangan davlat bo'lib, doimla chet el soda gavdalariga hujum qilib, aqliy mulkni Xitoy korxonasiga yo'tkib oladi. Buning natijasida Xitoy dunyoda aqliy mulk o'g'irlashdagi eng cho'ng jinoyatchi davlatga aylandi. Bu xildagi aqliy mulk o'g'irlash qilmishi har yilda 107 milliard ziyonni keltirib chiqardigan bo'lib, faqat Amerikadala yiliga 2,1 million xizmat o'rnidan ziyon chiqqan. Kelgusida Xitoy shirkatlari texmi cho'ng'ayganda va Xitoyning ittifoqdoshligi texmi kengayganda keng tarqalgan o'g'irlanishga duch kelish sababli yangi mahsulotlar kashf qiladigan shirkatlarni yangicha bilim mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mablag' selishga qiziqtirish texmi taslashib ketadi. Xitoy texnologiyani majburiy holda o'zining qilib olishdan sirt raqobat sohalarida Xitoy davlat egiligidagi korxonalarni afzallikka ega qildi. Bu shirkatlar nurg'unlagan iqtisodiy sohalarni kontrol qilib olgan bo'lib, mudofaa, energiya ishlab chiqarish, neft va gaz, pochta telegraf, ko'mir, avotsiya va kema sozliq qatorliq 7 strategik soha mushuning jumlasidan hisoblanadi. Xitoyning rahbarlari g'oyat zo'r so'mliq tashqi pervod zapisi to'liqlamasi orqali davlat egiligidagi korxonalarni yetaklay oladi.
bu vəcidin chet el bazarlarını nişanğa ilish texmi bək oddiy ilishidir. 1985 yildan 2005 yilgacha Xitoy eng cho'ng xususiy egilikdagi shirkatlarga 300 milliard dollar yordam puli ajratdi. Ularning töven kapital va töven baho bilan singib kirishi o'zining xalqarodagi raqiblari uchun hammaga ma'lumlik bo'lgan mumkinsiz bir ahvol. Shundaqla bu shirkatlar sirtqi mablag' selishni jiddiylik bilan kengaytmoqda. Bu shirkatlar bozor egallashni kengaytishga, tabiiy boyliqlarni echishga va texmi ilg'or texnologiyalarni barpo qilishga tirishmoqda. Xitoy bozor egallashdagi g'ayri simmetriklikni barpo qilishda g'olib kelgan. iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Xitoyning chet elga mablag' selish qonunining dunyoda iqtisodiy jihatdan oldingi qatordagi 20 kuchlik davlatlar orasida cheklimligi eng kuchlik ekanligini bayon qilgan. Xitoyning raqobatlashishga xiloflik qilish siyosati bu jihatda eng cho'ng misol bo'la oladi. Xitoy 2007-yili adil raqobatlashish qonunini ma'qullagan bo'lsa-mu, biroq bu adil raqobat doirasidan o'zining davlat egiligidagi korxonalari mustasno qolgan. Aksicha bu qonun asosligi Xitoyda tijorat qilishni ko'zlagan chet el shirkatlarga qartilgan. Buningdan sirt Xitoy adil raqobatlashishga xiloflik qilishni tekshirish xizmati jarayonida shirkatlarni advokat tutmaslikni ogohlantirish, shundaqla raqobatga zid qilmishini sodir qilib, adil raqobat qonuniga xiloflik qilganligini e'tirof qilishga besim tushirish qatorliq bir qator gumonliq taktikalarni qo'llanadi. Xitoy hukumatining chet el shirkatlarining bozor egiligini rad qilishdagi qurollardan biri chet el mablag'i uchun yangidan o'ttirg'i qo'ygan davlatlik bexatarlik tekshirishidir. Bu jihatda Amerikadagi o'xshash sohaga mas'ul bo'lgan Amerika chet el mablag'i komitetiga o'xshamaydigan yeri. Xitoyning bexatarlik andisi va bozordagi chet el mablag' solg'uchilarini cheklash tizimligiga iqtisodiy bexatarlik va ijtimoiy muqimlikni kirgizib olgan. Xitoydagi chet el shirkatlari bevosita cheklash, chet el mablag'i egilik huquq cheklamasi, xizmatchi qabul qilish cheklamasi, takror sinoq qilish cheklamasi va hukumat ruxsatining uzunga so'zilishi qatorliq masalalarga duch kelgan. Natijada Xitoy dunyo savdo tashkilotidagi eng cho'ng e'tibordan bahramand bo'layotgan davlat bo'lib turibliq. Yaqinda dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy kuch bo'ladigan bu davlat o'z tuprog'ida chet el shirkatlarini o'gaylamoqda. Xitoy barg'an sir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining va Dunyo savdo tashkilotining o'g'lini qo'llaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mukammallikdan albatta yiroq. Biroq u dunyoning hamma yerida a'zosi bo'lgan birdan-bir siyosiy organdir. Shundaqla Dunyo savdo tashkiloti yana har qanday davlat boshqa davlatlarning oldida sog'lomlik, emgak, pochta telegraf, moliya, bexatarlik va savdo qatorliq har qanday jihatlarda muhokama o'tirg'i qo'ya oladigan va hamkorlikni tashabbus qila oladigan birdan-bir munbar hisoblanadi. Bu hamkorlik to'ri bizning xalqaro siyosiy tartibimizga yordam beradi. Biroq bu tashkilotning eng go'zal tartibi xalqaro a'zolik bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mavjud bo'lib turayotgan dunyo Xitoy tarafidan yetaklanayotgan dunyoda emas. 2001-yili Xitoy
və bir neçə Asiya dövlətləri birlikdə Şimali Atlantik Əhdi təşkilatıga qarşı yoşurun kuch sifatida Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını qurub çıxdı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo dövlətlər Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston və O'zbekiston qatorliqlardan iborat. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı bilan NATO o'xshashla doimiy bosh sekretar deb atalgan rayondagi poytaxtlarda masalani asos qilib markazlar quradigan va yillik yig'inlar uyushtiradigan qoida nizomlarga imzo qo'ygan. Biroq Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının funksiyasi NATO'nun faqat bexatarlik ko'zda tutilgan oddiy hamkorlik funksiyasidan olqib ketgan bo'lib, bu tashkilotning funksiyasi savdo iqtisod va qonuniy jihatlardagi hamkorlik mexanizmini o'z ichiga olgan. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı bilan NATO'nun eng cho'ng farqi bu tashkilotlarga a'zo bo'lgan hukumatlarning xarakteridir. NATO 28 demokratik davlatning a'zoligidagi bir tashkilot. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı bo'lsa, mohiyat jihatda mustabid hukumatlar ittifoqidir. Gerçi Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıning demokratik Hindistonga o'xshagan kuzatchilari kunlarning birida Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının to'liq huquqliq a'zosi bo'lib, bu tashkilotga demokratik qimmat qarash ilib kelishi mumkin bo'lsa-mu? Biroq dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy va askariy kuch bo'lishi mumkin bo'lgan Xitoyning kelgusida bu tashkilotga yetakchilik qilishi ehtimolga eng yaqin. Beijing allaqachon Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıda o'z ta'sirini kengaytishga tutish qilib bo'lgan. Masalan, moliya yordami nuqtasidan Xitoy bu tashkilotga a'zo davlatlarga tashkilot qarmog'idagi savdo kengashi va taraqqiyot fondi orqali milliardlab dollar qarz berdi. Bu tashkilot yana xalqaro banka birlashmasi va ma'rif, sog'lomlik, madaniyat, adliya hamda qonun masalalarini tekshiradigan akademik maslahatchilari munbir qurib chiqdi. Xitoyning tashqi ishlar ministrligi Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını Xitoyning yangi bexatarlik tushunchasining g'albilik mahsuli deb ta'rifladi. Bu tashkilot qarorlik holda birlashma harbiy manevrlarni o'tkazib turadigan bo'lib, bundaq manevrlar Xitoyning hukumat taratqularida doim xabar qilinib turdi. Navada Hindiston Şanghay Həmkarlıq Təşkilatidagi kuzatchilik holatidan to'liq a'zolik holatiga o'tgan taqdirda, bu tashkilot 2050-yilga borganda dunyodagi 3 cho'ng iqtisodiy gavdani o'z ichiga olgan tashkilot bo'ladi. U chaqda bu tashkilotning a'zolari boshqa har qanday dunyoviy tashkilotga a'zo bo'lmaslik yoki u tashkilotning qarorlariga amal qilmaslik orqali ashu dunyoviy tashkilotning o'lini tavirtib qo'ydigan iqtisodiy ta'sirga ega bo'ladi. Shu xil ahvolda Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının a'zolari qatnashmagan Dunyo savdo tashkiloti ba'ayni Amerika qatnashmagan davlatlar ittifoqiga o'xshab qoladi. Chunki Xitoy va uning Şanghay Həmkarlıq Təşkilatidagi ittifoqdoshlarining dunyo GDP'sida egallagan nisbati kun sari zo'raymoqda. Ba'zi mutaxassislar hatto Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo bo'lgan davlatlarning pulini qo'llanadigan savdo sistemasini barpo qilishni tashabbus qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshashla Dunyo savdo tashkilotimi kun sari ta'siri ojizlashish tahdidiga duch kelmoqda. Erkin tijorat va erkin bozorlarni jonlantirish uchun qoida-mizonlarni belgilaguvchi sifatida qurilgan bu tashkilot navbatda
yenidən o'tirg'i chiqqan bozorlarning to'riga tushib qoldi. Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirgan chog'dagi va'dasiga vafo qilmay, bozor egallashni kuchaytirishda ching turishi Dunyo savdo tashkilotining manfaatiga ziyon soldi. Xitoy bundaq taktikalarni qo'llanib turuqliqmi, savdo suhbatlarida taraqqiy qilgan davlatlardan o'ziga texmi ko'p yo'l qo'yishni talab qilmoqda. Necha 10 yil ichida Amerika va G'arbdagi boshqa kuchli davlatlar o'lchamlarga va erkin savdo prinsiplariga amal qiladigan dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy kuchlik afzallikini qo'ldan berib qo'ydi. G'arb Xitoyni bu prinsiplarni qabul qilishga qoyil qilmagan taqdirda bu kuch almashishi, ochiq bozor va erkin savdodagi cho'ng chekinish bo'ladi. Shundaqla Dunyo savdo tashkilotining tirishchanliklarini va ko'p taraflamalik savdoni ilgari surishdagi tirishchanliklarni to'sqinlikqa uchirtadi. Navada Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Dunyo savdo tashkilotini muvaffaqiyatli holda ojizlata olsa, u koni dunyoviy tartibning qonuniyligini yo'q qilish orqali yangi dunyoviy tartib o'rnatish g'oyasi bo'yicha harakat qiladi. Ayni Xitoyning yig'iliq davrida ifodalagandek, jang e'lon qiluvchi taraf koni zo'ravon kuch tarafni doimla o'ziga hurmat ko'rsatmaslik bilan ayblaydi. Bu xil ideya boshqa davlatlarni koni zo'ravon kuch, yangi bosh ko'targan kuchni hurmat qilmaganligi, uningda hukmronlik qilish qonuniyligi kamchil bo'lganligi uchun koni zo'ravon kuchdan yuz o'rib yangi jang e'lon qilg'uchini qo'llashga chaqirdi. Bu aldirmay davomlashadigan necha 10 yil vaqt kerak bo'lgan jarayondir. Kunimizda bosh ko'tarayotgan bir raqobatchi g'alaba qozonish uchun zo'ravon kuchning dunyoviy nupuzning qonuniyligini yo'q qilish kerak. Bu shuningdan derak beradiki, Xitoy G'arb tarafidan qurilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Dunyo savdo tashkiloti qatorliq organlarning qonuniyligini yo'q qilish kerak. Jang e'lon qilg'uchi navbatdagi tartibning zo'ravonlikqa yuz tutayotganligi manzirsini yaratish orqali mavjud sistemani o'zining revizionit modeliga moslashtira oladi. Xitoy foyda ko'zlab qurol-yaroq ishlab chiqarish salmoqini jiddiy ravishda oshiradi. Xitoy nurg'un yillardan beri g'oyat zo'r vayron qilish kuchiga ega qurollarni taraqqiy qildirayotgan, o'z qo'shnilarga yovuzlarcha muomala qilayotgan va o'z xalqiga zulm silayotgan bandit davlatlarga boshqariladigan bomba texnologiyasini setib kelmoqda. Iran, Liviya, Suriya qatorliq davlatlar mushuning jumlasidan. Boshqariladigan bomba texnologiyasini kontrol qilish tuzumi bir turlik xalqaroliq eksportni kontrol qilish kelishimi bo'lib, bu kelishim mushu xildagi davlatlarga boshqariladigan bombaga oid mahsulotlarni setib berishni cheklash xarakteriga ega. 1998-yili Amerika Xitoy bilan bir maxfiy kelishimga tayyorlandi. Men buning amalga oshadiganligiga ishondim. Ayni chog'da men menga o'xshash Xitoyshunos xizmatdoshlarimga o'xshashla sodda edim. Boshqariladigan bomba eksport kontroli badaliga Amerika Xitoy bilan savdo va ilm-fan bo'shligi jihatdagi hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lib, Tiananmen qirg'inchiligi uchun yurgizilgan jazo kelgusidagi tijoriy xarakterlik sun'iy hamrohlarni qo'yib berishni o'z ichiga olgan holda prezident tarafidan butunlay bekor qilindi. Shundaqla Xitoy yordamchi motorlar orqali tarqatiladigan Amerika sun'iy hamrohlarining sonini oshirdi. Gary Seymour tarafidan yozilgan
Dövlət Bexatarlıq Komitetining oshkorlanib ketgan əslimisiga binoan Amerikaning loyihasi bir turkum mukofotlarni, shundaqla ba'zi jazolarni o'z ichiga olgan. Xitoy boshqariladigan bomba texnologiyasi cheklamasiga a'zo bo'lish orqali siyosiy nopuz, kelgusidagi boshqariladigan bomba texnologiyasi cheklamasida qaror chiqarish huquqi, Amerikaning kelgusidagi boshqariladigan bomba jihatda jazo qo'yishidan ko'rinarli darajada saqlanib qilish, Amerikaning boshqariladigan bomba kontrolini Xitoyga eksport qilishini tezlatishni o'ylashish qatorliqlarga erishadi. Jazoga kelsak, mazkur eslatmada Amerikaning boshqariladigan bomba masalasida ilgirlashning kamchiligi belgilangan miqdorni oshirishdan to'sib qo'ydiganligi, hatto mavjud belgilangan miqdorni xatarga elib kirdiganligi Xitoylarga aniq tushuntirilgan. Xitoyning bu loyihaga bo'lgan inkosi Xitoyning manfaatparastligini va niyatini to'liq aniq ravishda oshkorlab berdi. Xitoy Amerikani rad qildi. Xitoy texnologiyalik hamkorlik va siyosiy nopozga qaraganda bandit davlatlarga qurol yaroq eksport qilishni oldingi o'ringa qo'ydi. Xitoyning inkosi bizga o'xshashla Xitoyning yetaklashidagi dunyoning qandaq bir dunyo bo'ladiganligini aytib berdi. To'xtamasdan kuchayotgan Xitoy jonga zomin bo'lish xatiri g'oyat zo'r bo'lgan qurol yaroqlarning ishlab chiqarilishini aslatmoqda yo'q, aksicha texmi kuchaytirdi. Xitoy bandit davlatlarni yetim qoldirishning o'rniga ularni kuchlantirdi. Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan hamkorlashishning o'rniga fursat topsalar Amerika va uning ittifoqdoshlarining o'lini qo'laydi. Bo'libmi, davlat bexatarligi jihatda texim shundoq qiladi. Xitoy garchi boshqariladigan bomba texnologiyasini kontrol qilish kengashiga a'zo bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyning bu kengashning prinsiplariga amal qiladiganligiga gumon bilan qarash asossiz emas. Senator Jesse Helms Xitoyning qurol yaroq saxtapazligiga oid dokladida mundaq bayon qilgan. Алдыңғы 20 yil jarayonida Xitoy Xalq Cumhuriyeti yadro kengaymichiligi qilmaslik jihatda rasmiy yo'sinda 15 qatim va'da berdi. Bulardan 7si yadro texnologiyasiga oid, 6si boshqariladigan bomba texnologiyasini boshqa davlatlarga yetkazib bermaslikka oid. Ikkisi bo'lsa 1997-yili Xitoy Xalq Cumhuriyeti biologiyalik qurolliq yig'iniga qatnashgan chog'dagi va'dasini o'z ichiga oladi. Bu va'dalarning hech biriga amal qilinmadi. Helmsning yordamchilari Xitoyning o'z va'dasiga xiloflik qilgan yilnoma jadvalini va Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan qoidaga xilof qilmishlarini o'ttirg'i chiqardi. Bu xiloflik qilish qilmishlari Pokiston va Eronga yadro qurollarga oid zapchastlarni setib berishni, shundaqla Pokiston, Iroq, Suriya, Eron, Liviya, Shimoliy Koreya qatorliq davlatlarga ballistik boshqariladigan bomba texnikasini yetkazib berish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 2003-yili 11-oyda Liviya hukumati g'arb davlatlarining amaldorlariga Xitoy yezqidagi qo'l yozmaning ko'paytmasini o'z ichiga olgan bir hujjatni topshirib berdi. Bu Xitoycha qo'l yozma hujjatida oson parchalanadigan odatdagi portlovchi modda bilan o'ralgan, ammo atom bombasidek portlaydigan 1000 pont, ya'ni 500 kilogramga yaqin ig'irlikdagi bombadan birini yasash bayon qilingan. Medialar bu hujjatlarning Xitoy atom qurol mutaxassislarining dastlabida
Pakistan bilan Liviyani atom loyihasi bilan ta'minlagandan keyin texnicha Pakistanning atom olimlari bilan uzoq yillardan beri hamkorlashayotganligini ifodalaydiganligini xabar qildi. Xitoy nemishqa bandit hukumatlarga boshquriladigan bomba eksport qilishni to'xtatmaydi? Amerikaning ayni chog'dagi yordamchi davlat ishlari kotibi Paula Desater 2006 yili Xitoyning bundaq qilishining atom kengaymichilikka qarshi kurash qilishda ojiz kelganligini yoki Xitoyning bu kurashni xohlamaydiganligini ifodalaydiganligini bildirgan. Keyingi mumkinchilikning mavjud ekanligi eng to'g'ri albatta. Xitoyning bundaq qilishdagi maqsadlaridan biri mustabid va g'arbga qarshi hukumatlarga atom yardım qilish orqali Amerikaga o'xshash dunyoviy kuchlarning ta'sirini ojizlatishdan iborat. Davomi bor.